Men keldim, kartalarimni ko'tarib, munosabatinglar tugadimi yoki davom etadimi, shuni ko'ramiz. Uni tuyg'ulari, o'ylari, siz tarafga planlari, shuni ham ko'ramiz. Karta tanlov qilasizlarda, birinchi pozitsiya, ikkinchi variant. Shunga qarab turib, tanlanmasanglar tosh qo'ydim, boshladim. Birinchi variantdan boshlayman, ikkini oldim bu yoqqa. Yaxshi ko'rgan insoningizni ko'z oldingizga keltirasizda, ismini aytib, tixo bir joyga to'xtalib o'tirasiz. Qanaqa energiyadaligini ko'ramiz u odamni. U odam qanaqa energiyada? Bu odam rosa ham jiddiy hozirda ko'proq o'zini chegaralarini o'zi himoya qilayotgan bo'lishi mumkin. U degani talashib, tirmashib, harakatchan. Undan tashqari rosa ham ish to'g'risida kelishmovchiliklar bo'lyapti bu odamda. Undan tashqari bu odam qandaydir bo'lishi mumkin, kimdir bilan kurash bo'layotgan bo'lishi ham mumkin-da. Cho'ta asabiy bu odam. Faqat negativ, keyin ko'proq aqlni ishlatib, tuyg'ularga qaramasdan ko'proq azartda, achchig'i tezlikda shunaqa holatlardaligi tushyapti. Keyin ko'ngliga bu odamni hech kim sig'mayapti adashmasam. Undan tashqari siz bilan o'rtanglarda munosabat qanaqa holatda? O'rtanglardagi munosabat tark etganligi, hozirda munosabatinglar yo'qligi, ko'proq может быть bo'lishi mumkin, bir-biringlar tekshirayotgan bo'lishinglar ham mumkin. Munosabatinglar orasida keyin qandaydir yashirincha gap so'zlar, aytilmayotgan gap so'zlar borligi ko'rinyapti. Bo'lishi mumkin munosabatinglarda bir yaxshi energiyada bo'lib turib, birdaniga yomon holatga o'tib ketib qolayotganinglar. Lekin bu munosabatinglarda kimdir ikkilamchilikda turibdi. Tark etish, tark etmayman, tark etaymi degan holatlar ham bor bo'lishligi ko'rinyapti ko'proq. Keyin bu munosabatlarda yo u yo siz ko'proq o'zingizni o'ylayotganingiz, o'zingizni anindaqa o'zingiznikini qo'yayotganingiz ko'proq balkim bo'lishi mumkin. Xitrlik qilayotgan bo'lishinglar ham mumkin. Lekin bu munosabatlarda ko'p emotsiyalar bo'lganligi, yaxshi ko'rish, muhabbat bo'lganligi, shuni hisobiga og'ir qiynalish bo'layotganligi, balkim siz sog'inib qiynalayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Shu narsa ham tushayotgan bo'lishi mumkin. O'rtanglarda keyin oilaviy energiya yo yashagansizlar yokida er xotin bo'lgansizlar, shunaqa holatdaliginglar tushyapti. Uni sizga bo'lgan tuyg'ulari qanaqa? Sog'indim, yaxshi ko'rdim deyapti-yu, lekin sizdan tashqari bo'lishi mumkin, yana kimdir ham bo'lishi mumkin shuni hisobiga sizdan jicha nari bo'layotgani. Lekin siz bu odamni agarda gaplashmayotgan bo'lsanglar, sizdan boshqasi buni ko'ngliga sig'mayotgani ko'rinyapti. Sizni sog'inayotgani ko'rinyapti-da. Sizdan boshqasi ko'ngliga bu odamni sig'mayapti. Aloqaga chiqishni o'ylayaptimi? Aloqaga chiqishni o'ylayaptimi desa, yo bu aloqaga chiqish to'g'risida attang qilyaptimi, qandaydir anindaqa yo chiqqanim foydasi yo'q deyaptimi, shunga o'xshagan holatlar ham bo'lishi mumkin. Munosabatlar tugadi deyapti o'rtanglardagi. Lekin u narsadan o'zi afsusdami, tipa shunaqa, lekin harakat qilyapti va natijalari adashmasam bu odamga уже anaqa natija beryapti qilayotgan harakatlari. Munosabatinglar tugadimi yoki davom etadimi? Munosabatinglar tugadimi yoki davom etadimi? Yo'q, bu отношенияларni erkak kishi o'zi xohlayapti, qo'yib yuborishni xohlamayapti. Munosabatinglar hali davom etadi, hali o'rtanglarda anaqaliklar bo'ladi, nima deydi, lekin ko'proq o'zinikini ko'rsatish bo'ladi-da ko'proq. Men haqmanmi, sen haqmisan, sen haqmisan, men haqmisan, haqmanmi degan narsalar bo'lishi borligi ko'rinyapti. Agarda o'rtanglarda tegish yoki nikoh o'qilish shunaqa narsa bo'lmagan bo'lsa, adashmasam nikoh ham tushyapti. Yokida o'rtanglarda уже uni oilasi bo'ladigan bo'lsa, shu inson sizlarga qandaydir rahna solishi yoki shunga o'xshagan holatlar bo'lishi borligi bu yerda ko'rinyapti. Yana o'rtanglarda kelishmovchiliklar bo'ladi, yana yarashuvlar bo'ladi, shunga o'xshagan holatlar. Lekin bu odam bilan hali beri отношения uzilgani yo'q. Hali beri bu odam bilan munosabat bor birinchi variantdagilarda. Ikkinchi variantdagilarda nima gap? Boshladim. Ikkidagilarda nima gap? Yaxshi ko'rgan insoningizni ko'z oldingizga keltirasizda, seni menga bo'lgan tuyg'ularing qanaqa deb psixo bir joyga alohida vaqt ajratasiz iloji bo'lsa agar. Boshladim. Bu odam qanaqa energiyalarda?
Bu odam hozirda bu odamni ko'ngliga hech narsa sig'mayapti. Bir xil holatda turgani tushyapti. Astoydil ishlayapti, mehnat qilyapti. Lekin bu odamda qandaydir problema, diqqatchilik, siqilinch holatlari borligi bu yerda ko'rinyapti. Undan tashqari bu odam qandaydir orzu xayollarga berilgan, qandaydir ko'proq pul topishmay ko'proq shunaqa xohish borligi ko'rinyapti. Lekin bu odamni o'zi aslida ichida judayam katta energiya borligi, keyin bu odam rosa odamni o'ziga qarata oladi, keyin rosayam ko'p narsani sezadi, ko'p narsani biladi, tushlarida ayon bo'ladi. Bo'lishi mumkin jicha diqqatroq, stressli holatlarda bo'lishi mumkin. Qandaydir keyin qandaydir qayerlardadir yolg'on narsalar ham aralashtirayotgani bu yerda ko'rinyapti, bu yerda. Undan tashqari yana qanaqa odam? Bu odam keyin rosayam uyim-joyim deydigan odam bo'lishi mumkin, oilali bo'lishi mumkin. Bu odam kimnidirni yaxshi ko'rishi bor. O'sha yaxshi ko'rishning orqasidan bu odamni qalbida og'rig'i bor, qiyinchilik bor, dilida og'riqlik bor. O'rtalaridagi munosabat qanaqa holatda? O'rtalaridagi munosabatlar juda ham yarki emotsiyalar bo'lganliklari, yarki отношения, yaxshi ko'rish munosabatlari bo'lganliklari hozirda, lekin bu munosabatlar kelishmovchiliklar bo'lganliklari, keyin judayam bu yerda bu отношенияларда erkak kishi ko'proq o'zini oilasi, o'zini problemasi, o'zini ashnaqasi bilan berilib olayotgani, keyin bu отношенияларда erkak kishi rosayam o'zini o'ylaydigan, tipa shunga o'xshagan holat, keyin munosabatinglar уже astoydil tezlikda ayriliqqa qarab ketayotgan bo'lishi ham mumkin. Yokida bu munosabatlar уже anchadan beriki ayriliqdaliginglar ko'rinyapti. Bu odamda siz haqingizda o'ylari nima deyapti? Ko'p o'ylayapti siz haqingizda, ko'p diqqat o'ylayapti. Har xil halindaqa boshqa birovni topib oldi deyapti, mana shunga o'xshagan vahimali gap so'zlari ham bor. Keyin lekin bu odam уже bo'lishi mumkin haligi siz oldingizda sizni eshitadi deb turib qandaydir maqtanadigan narsalari ham bo'lishi mumkin. Agar shunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, bu odam shu narsa bilan faxrlanyapti. Qandaydir buni yutuqlarini siz eshitgan bo'lsangiz yoki boshqa narsa bo'lsangiz, shu narsa bilan bu odam faxrlanayotgan, yokida siz qandaydir yutuqlarga erishganingizni aytyapti bu yerda. Stabilniy, keyin oilangiz borligini gapiryapti. O'zingizga yarasha ayog'ida turgan ayolligingizni, o'zingizga yarasha stoyki xarakteringiz borligini, undan tashqari balkim bo'lishi mumkin bu odam uchun muhim ayolligingizni gapirayotgan bo'lishi ham mumkin. Sizga bo'lgan tuyg'ulari qanaqa bu odamda? Bu odamni sizga bo'lgan tuyg'ulari, sizni yoqtirishi, yaxshi ko'rishi bor. Siz bu odam uchun yoqimli, приятно, emotsiyali odamisiz. Sizni bu odam yaxshi ko'radi. Siz bu odamni go'zal, chiroyli, uzoqdan bo'lsa ham sizga har qalay bu odam menimcha haligi o'ta yashamaganmisizlar shekilliga sizga qandaydir to'yib ulgurmaganligini aytyapti. O'rtalarda o'sha transformatsiyalar bo'lishi borligi bor-u, lekin baribir ham transformatsiya bu narsa o'sha agarda urushinglar, o'rtalarda kelishmovchiliklar anchadan beri cho'zilayotgan bo'lsa, bu odam siz uchun g'azabda, sizga g'azabda bu odam. O'sha siz bu odamni go'zal, chiroyli ayolisiz, keyin qandaydir sizni birovlardan rashk qilyapti, birovlari bor deyaptimi, shunga o'xshagan holatlar. Xo'p, aloqaga chiqish niyati bormi? Aloqaga chiqish niyati bormi desam, mana o'sha ko'rinib turibdi, o'sha qarab turibdi. Balkim bo'lishi mumkin sizni tekshirayotgan bo'lishi ham mumkin, yokida siz tarafga qarab turibdi, lekin nimagadir o'ziga yaqinlashtirmayapti. Qandaydir yokida bu yerda оправдываться qilyapti, hali bu meni yaxshi ko'rmaydi, bu meni xohlamaydi degandaqa vahimalari bor shekilli. Xo'p, yarashuv bormi o'rtalarda? Yo, bu munosabatlar tugadimi? Yarashuv bormi? Bu yerda yarashuvda, bu yerda yarashuv bor. Chunki bu erkak kishi bu отношенияларni juda ham xohlaydi. O'ta ham hali o'rtalarda kuchli munosabatlar bo'lishi borligi tushyapti. Lekin qandaydir yashirincha yokida yashirincha kimdir aralashishi bor отношенияларga, yokida qandaydir kuchli emotsiyalarga berilgan tipa tashqaridagi magiический воздействиялар ham bo'lishi borligi ko'rinyapti. Bu munosabatlar yana dalshi davom etishi borligi, yarashuv bor, o'rtalarda munosabatlar tugagani yo'q. Lekin yo'q, yaxshi ketyapti yarashuvlar, отношениялар dalshi davom etyapti. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar.